Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari. Bugungi xalq deputatlari Bo'ston tuman kengashi sessiyasiga 25 nafar deputatdan 18 nafar deputat ishtirok etmoqda. Kvorum mavjud. Xalq deputatlari Bo'ston tuman kengashining 27-sessiyasini ochish to'g'risida qanday takliflar bor? Ochilsin degan takliflar tushyapti. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar yo'q. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, bugungi sessiyamiz ichida tuman hokimining birinchi o'rinbosari, tuman tashkilot korxona rahbarlari, ommaviy axborot vositalari ishtirok etmoqdalar. Bugungi hurmatli deputatlar, avvalo biz bugungi sessiyamizni kotibini saylab olishimiz kerak. 19-Xo'jakin saylov okrugidan saylangan deputat Shokir Elyotovichni sessiya kotibi etib saylashni taklif etaman. Boshqa takliflar bormi? Boshqa takliflar bo'lmasa, bu nomzodni ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Deputat Shokir Elyotovich sessiya kotibi etib saylandi. Marhamat, joyingizga egashingiz mumkin. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiyani kun tartibini ham tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga quyidagi masalalar kiritilmoqda. Birinchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-sonli qarori ijrosi yuzasidan Bo'ston tumanida belgilab olingan ustuvor vazifalar to'g'risida. Ikkinchi, Bo'ston tumanida mahalliy byudjet daromadlari rejasini bajarilish holati, qo'shimcha rezervlarni aniqlash, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni undirish bo'yicha 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Uchinchi, 2026-yilda Bo'ston tumanida bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish huquqi hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'imlarni cheklangan stavkalarini oshirish to'g'risida. To'rtinchi, Bo'ston tumani mahalliy byudjetining 2026-yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan rejalashtirilayotgan xarajatlar to'g'risida. 5.
Bo'stonliq tumani mahalliy byudjetining 2025-yil 4-chorak yakuni bilan ijrosi hamda xarajatlar yoyilmasiga kiritilgan o'zgarishlar to'g'risida. 6-masala Bo'stonliq tumanida ochiq byudjet axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida eng ko'p ovoz to'plab g'olib bo'lgan loyihalar bo'yicha 2025-yil yakuni bilan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. 7-masalamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-oktyabrdagi ichimlik suv ta'minoti va aholi suvi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 343-sonli qarori ijrosi yuzasidan 2025-yil 4-chorak yakuni bilan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida. Taklif etilayotgan ko'tarib yuzasidan boshqa takliflar bormi? Agar boshqa takliflar bo'lmasa, menda bir taklif bor edi. 4-masala Bo'stonliq tuman mahalliy byudjetining 26-yil 1-yanvar holatiga shakllangan erkin qonunchilik mablag'lari hisobidan rejalashtirilayotgan xarajatlar masalasi tuman hokimining o'zi masala bo'yicha so'zga chiqmoqchi edi. Hozir davlat rahbarini selektorlarida bo'lgani uchun, yig'ilishda bo'lgani uchun shu masalani keyingi sessiyaga qoldirsak, nima deysizlar? 6ta masalani ko'rib chiqsak. Rozimisizlar? Agar rozi bo'lsanglar, shu o'zgarish bilan kun tartibini ovoziga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, endi sessiyamizni reglamentini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya reglamenti quyidagi taklif etilmoqda. Ma'ruzalar uchun 15 daqiqa, so'zga chiqishlar va munosabat bildirishlarga 5 daqiqagacha, savol-javoblarga 5 daqiqagacha mo'ljallanmoqda. Boshqa takliflar bormi shu bo'yicha? Agar takliflar bo'lsa, ovozga qo'yaman. Rozilar? Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Reglamentimizni ham bir ovozdan tasdiqlab oldik. Endi kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqib o'tamiz. Kun tartibidagi birinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-sonli qaror ijrosi yuzasidan Bo'stonliq tumanida belgilab olingan ustuvor vazifalar to'g'risida tuman hokimi birinchi o'rinbosari Abduyusuf Qayerjon Abduvaliyevning hisoboti tinglanadi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar. Kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha degan bo'lsak, 2026-yilda Bo'stonliq tumani kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish qabul qilingan davlat va hududiy dasturlar belgilangan vazifalar va topshiriqlarni ijrosini to'liq hamda sifatli ta'minlash bo'yicha aniq maqsadli chora-tadbirlar belgilab olingan. Xususan 2026-yilda tumanning iqtisodiy imkoniyatlari va mavjud salohiyatlardan kelib chiqib 4.6 trillion so'mlik sanoat mahsulotlarining ishlab chiqarilishi, o'sha surati 1.7%ga, shu 9 trillion so'mlik qishloq xo'jalik mahsulotlarining ishlab chiqarilib, o'sha surati 104.7%ga hamda 4.2 trillion so'mlik xizmat ko'rsatilib, o'sha surati 114.6%ga yetkaziladi. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish jamg'armasi mablag'lari hisobidan 7.1 milliard so'm mablag' ajratilib, shundan 7 milliard so'm mablag' reyestrga kiritilgan 681 nafar fuqarolarning bandligini ta'minlash va qolgan 100 million so'm mablag' ishsiz 95 nafar fuqarolarning kasb hunarga o'qitilishi uchun yo'naltiriladi. Shuningdek, kambag'al oilalarga 2 mingdan ortiq bandlik xizmatlari va 10,5 mingdan ortiq ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi. Aholi bandligi yo'nalishi bo'yicha 2026-yilda yuqorida aytilgan Prezidentimizning 49-sonli qaroriga asosan Bo'stonliq tumaniga 34.773 nafar aholi bandligini ta'minlash belgilab berilgan. Shundan 4.835 nafar aholi doimiy ish bilan bandligi ta'minlanadi. Loyihaviy yondashuv asosida 23.572 nafar aholi daromad oshiriladi. 6.336 nafar ish o'rinlari soyadan chiqariladi. Doimiy ish o'rinlari yaratish bo'yicha
636 nafar ish o'rinlari investitsiya loyihalariga ishga joylashtiriladi. 933 nafar aholi xizmat ko'rsatish va servis loyihalarini ishga tushirish hisobiga bandligi ta'minlanadi. 594 nafar aholi qishloq xo'jaligi sohasida, 156 nafar aholi qurilish sohasida, 720 nafar aholi mavjud bo'sh ish o'rinlariga ishga joylashtiriladi. 1796 nafar aholi imtiyozli kreditlar berish hisobiga bandligi ta'minlanadi. Shu bilan birga tumanda 2200 ta mikro loyihalar amalga oshirilib, 4834 nafar fuqarolarning daromadi oshirilishi hamda bandligini ta'minlashga imkon yaratiladi. Natijada yil yakuniga qadar Bo'stonliq tumani ishsizlikdan hamda kambag'allikdan xoli hududga aylantiriladi. O'rdan to'g'ri xorijiy investitsiyalar yo'naltirishida 2026-yil yakuniga qadar 15 ta xorijiy investitsiya mavjud loyihalar doirasida 128.12 milliard dollarli to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya mablag'lari o'zlashtirilishi va o'tgan yilga nisbatan 105.2% ga bajariladi. yil eksportyor korxonalar soni 2taga ko'paytirilgan bo'lsa, 2026-yilda eksportyor korxonalar sonini yanada ko'paytirish choralari ko'rilmoqda. Bundan tashqari, zarbdor tajribasi asosida respublika byudjetidan driver loyihalarini ishga tushirishga turtki berish, ya'ni zarur infratuzilmalar bilan ta'minlash uchun jami 26.3 milliard so'm mablag' ajratiladi. Buning natijasida 40 ta yangi savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari tashkil qilinib, 911 nafar ish o'rinlari yaratiladi. Jumladan, Sobir Rahimov mahallasining Ibn Sino ko'chasida 3.4 kilometr qismida sayrgoh tashkil qilish. 3.4 kilometr qismi 24.7 ko'chasiga aylantirish. Buning uchun 16.1 milliard so'm mablag' ajratilib, loyiha doirasida 12 ta savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari tashkil qilinadi. 620 nafar ish o'rni yaratiladi. Qumson mahallasi hududida 3 ta xizmat ko'rsatish obyektlariga olib boruvchi yo'l to'liq asfaltlashtiriladi va bunga 2 milliard so'm mablag' ajratilib, 4 ta yangi xizmat ko'rsatish obyekti va 77 ta yangi ish o'rni yaratilishi belgilangan. Bundan tashqari, Ma'rifat mahallasida hududda joylashgan Bog'i Eram istirohat bog'i rekonstruksiya qilinadi. Va buning uchun 5.1 milliard so'm mablag' ajratilib, 8 ta savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari, attraksionlar va boshqa madaniy obyektlar tashkil qilish va buning natijasida 90 nafar yangi ish o'rni yaratilishi belgilab olingan. Bundan tashqari, hurmatli prezidentimizning 298-sonli qaroriga asosan yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalarni tashkil etish belgilab berilgan. Bu bo'yicha tumanda 2 ta mahalla Fazogir hamda Uyqulsay mahallalari tanlab olingan bo'lib, infratuzilmalarni yaxshilash uchun respublika byudjetidan jami 10 milliard so'm mablag' ajratilgan. Buning natijasida 17 ta tadbirkorlik subyekti tashkil etilib, 120 nafar ish o'rni yaratiladi va byudjetga qo'shimcha 520 million mablag' tushumi ta'minlanadi. Misol uchun, jumladan Uyqulsay mahallasida infratuzilmani yaxshilash uchun 5 milliard so'm mablag' ajratilib, 7 ta savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari hamda 35 ta yangi ish o'rni yaratilishi ta'minlanadi. Fazogir mahallasida esa infratuzilmalarni yaxshilash natijasida tadbirkorlik muhiti yaxshilanadi va buning uchun respublika byudjetidan 5 milliard so'm mablag' ajratilib, 10 ta savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari ishga tushiriladi. 85 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Va yuqorida aytilganidek, hurmatli prezidentimizning 49-sonli qarorlariga asosan og'ir mahallalar ham tumandan tanlab olingan.